ota-onam agar boshqasiga uylanmasang, sendek farzandim yo'q deyishdi. Men Salim akani sevib qolganman deyapman sizga. Boshqasi bilan hech qachon baxtli bo'la olmayman. Oyiz shuncha yildan beri taklifimga rad javobini berib kelyaptilar. Qarorim qat'iy. Hayotimni mana shu ikkita farzandimga bag'ishlayman. Toshbag'ir ekansiz. Endi chiqib keting. Meni sizda qalbim yo'q, eshitdingizmi? Ulg'aygan sari ota mehrini sizdan emas, tog'amdan oldim. Nima endi mendan farzandlik talab qilyapsizmi? Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Sizlar har doim sog' bo'linglar. Hech qachon kasallikka bo'yin egmaymiz. To'g'ri. Doktor opani aytganini qilsanglar, albatta tuzalib ketasizlar. Xo'p bo'ladi aka. Barakalla. Sizlar albatta tuzalasizlar. Tuzalib sog'lom bo'lib ketasizlar. Hali yugurib o'ynab yurasizlar. Faqatgina bunga ishonishinglar kerak. Doktor opa ham har doim shunday deydilar. Aqlligim o'zimmi? Mana bolajonlar, buvijonisi, muborak oilaga ham kirib keldik. Shukr. Ilohim shu oyning barokati hammamizga nasib qilsin. Shu oyda ezgu niyatlarimiz, duolarimiz ijobat bo'lsin. Farzandlarimiz hech qachon g'am ko'rishmasin, dard chekishmasin. Rahmat. Xolajon, bir ataganim bor edi. Shuni olib Rahmat, qo'yasiz. boriga shukr. Bolalarga kam ko'siga ishlatasiz, xo'pmi? Rahmat. Bir duo qilib qo'ysangiz. Tinchlik, xotirjamlik bersin. Topganingizga Alloh baraka bersin. Tan joningiz sog' bo'lsin o'zingiz ham. Mana shunaqa yaxshi kunlarda ko'rishib turinglar. Xudo mayli, bolalarimni ham dardiga shifo bersin. Yaxshi yuring, sog'-omon bo'ling. Rahmat. Rahmat. Endi biz bora qolaylik, a? Hali boshqa bolajonlardan ham xabar olishimiz kerak. Ha. Hammani ko'raman, ularning kayfiyatini ko'taraman deb niyat qilib kelganman. Rahmat. Boringlarga. Bizga ruxsat, bolajonlar. Xayr unda. Yana ko'rishamiz, a? Rahmat, boringlarga shukr. Omon bo'linglar. Rahmat. Bolani oldi bu. Baraka top. Juda xursand bo'lishdi. Har doim bolalarni xursand qilasan. Ko'z tegmasin. Ko'ngli kemtik bolalarni ko'nglini ko'taryapsan. Baraka top. Kasal bolalarga har yili dori-darmonlar, operatsiyalarga pullar berasan. Ro'za Ramazonlarda xayriyalar qilasan. Baraka top. Ha, endi imkonim bor ekan qilyapman-da, Lola. Qolaversa, shu bolajonlari dardi menga tanish. Ilohim hamma bolajonlarimizni dardiga Allohim shifo bersin. Hammasi tuzalsin. Aytganingiz kelsin. Lola, nima kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bexijolat qo'ng'iroq qiling, xo'p? Bilasizki, sizga hurmatim cheksiz. Bilaman. Baraka top. Allohim har bitta niyatingga yetkazsin. Har bitta niyating ijobat bo'lsin. Rahmat. Avvalo Alloh jonimni saqladi. Qolaversin. Buni sizga sababchi qildi. Bundan behad minnatdorman, opajonim. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling, charchamang, men bora qolay. Mayli. Umring uzoq bo'lsin, sog' bo'lgin, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p. Onajoningga ham ko'pdan-ko'p salomlarimni yetkazib qo'ygin. Xo'p bo'ladi. Mayli, yaxshi qolaylik. Yana kelaman. Mayli.
voy ha bolaki nima yig'ilib o'tiribsan? Dadam kelaman degandilar. Shu paytgacha kelmadilar. Har safar shu yerga kelganimda mana shu so'zni eshitsam tanamni titroq bosadi. Shu so'zni eshitishdan qo'rqaman. Xuddi mana shu bolacha turgan yerda men ham tunu kun otamni kutardim. Bugun ham dadam kelmadilar. Axir kelmaganlariga 100 kundan oshdi. Nahotki meni yaxshi ko'rmasa? Voy, Salim bolam, bu yerda nima qilib o'tiribsan? Qorning och qolmadimi? Xonangga kirsang, ovqat tarqatilyapti. Yeb olarding. Qorning ochmadimi? Ochmadi. Dadam menga hozir hot-dog olib keladilar. Ha, shunaqa degan. Unda kel bundoq qilamiz. Hozir meni xonamga borib, xonamda kutamiz dadangni kelishini. Kelishdingmi? Xo'p. Bo'pti. Yur. Yur oqa. Dadasi bilan gaplashing. Bolasini ko'rgani kelsin. Bu bolani sog'ligiga jiddiy ta'sir qilyapti. Nomard bittasini topib olgan. O'sha bilan ovora. Bolasini kasali ham ko'ziga ko'rinmayapti. Ajrashdingizmi? Yo'q, lekin uyga kelmayapti. Menimcha turmushimiz bo'lmaydi. Unga qo'ng'iroq qiling. Yoki uyga kelganida ayting. Shifoxonaga bolani ko'rgani kelsin. Opa, qo'ying. Men u nomardga yalinmayman. Bolangiz uchun majbursiz. Bola otasini qo'msab, ichi kelyapti. Xo'p, harakat qilaman. Ovqat olib kelgandim. Ichirsam bo'ladimi? Albatta. Yaxshi ovqatlantiring, ko'ngliga qarang. Immunitetini o'zi kasallik bilan kurashish kerak. Opa. To'g'risini ayting. Bolam tuzaladimi? Chunki oqqondan tuzalgan odamni eshitmaganman. Siz ko'p siqilmang. Muhimi kasallikni boshlanishi bilan payqab olib kelgansiz. Keyin yana bitta asosiy tomoni. Salimjonda kasallikning yengil formasi. Xudo xolasa mutlaqo tuzalib ketadi. Biz ertaga yana qaytadan analiz olamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'z qo'liga oling. Rahmat. Oldiga kiring. Xo'p, rahmat opa. Bolam, yaxshimisan? Hech qayering og'rimayaptimi? Yaxshiman, lekin dadam sog'indi. Oyi, dadam bizni nega tashlab ketdilar? Nega unaqa deysan, bolam? Shifoxonadan yotishdan oldin buvim sizlarni urishganini ko'rdim. Bolam unaqa emas. Dadang yoningga keladi. Hali bir oila bo'lib yashaymiz. Ayting, tezroq kelsinlar. Ularga aytadigan gaplarim bor. O'lib qolsam gapim ichimda qolib ketadi-yu. Nima? Nimalar deyapsan, bolam? Sen o'lmaysan. Xudo xohlasa tuzalib ketasan, bolam.
bunaqa gap boshqa gapirma, xo'p? Mana ko'rasan, Xudo xohlasa, katta yigit bo'lasan, uylanasan, bolalaring bo'ladi. Aldamayapsizmi, oyi? Yo'q, aldamayapman. Lekin tuzalishing uchun ko'p ovqat yeyishing kerak. Sengachi sen yaxshi ko'rgan ovqatni pishirib kelganman, yeb olasanmi? Ha? Asal bo'lsin. Hozir tayyorlab beraman, xo'p? Qo'ng'iroq qilsam ko'tararmikan? Ko'z qoshini suzib, o'ziga qaratib olgan o'sha alvasda bolalaridan ham sovutib bo'ldi. Lekin qilishga majburman. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatuvi doirasidan tashqarida. SMS yuboring. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatuvi doirasidan tashqarida. Ablah ko'tarmadi. Qarab tur. Hali uyga kelasan-ku. Bechora bolam. Oxirgi urushganimizni ham eshitibdi. Shu kichkina bola qanday ahvolga tushgan ekan. Qara. Men o'zim tinch, xotirjam oilam bilan yashashga haqqim yo'qmi? Ha? O'zim xohlagan inson bilan. Maylimi yashasam? Bemalol, yashayvering. Men ertalashib o'tirmayman. Bilganingni qil. Tushundingmi? Sansirama meni. Sansirayman. Sansirama dedim. Hay. Nima shovqin, ha? Nima shovqin? Nima bu janjal? Uyalmaysizlarmi, ha? O'zi sen bolani pul qilib bilib qo'y. Bir-biringga past ketgan kelmaydi-ya. Ammo mana bu og'ir kasalga chalingan bolani ikkalang ham o'ylamayapsan. Ana, bitta bolaga eplab qarashni bilmaydi buningiz. Voy, bu nima deganing? Menga qaralar. Bu kasallik qarovsizlikdan kelib chiqqan kasal emas. Bilib qo'y, ko'chada topganing ko'chada qoladi. Ertaga mana shu bola tuzalib ketsa, sog'ayib ketsa, senlarni kuningga yaraydi-ku. Oyjon, jon kuydirib gapirmang, qarang bezrayib turishini. Sansirama dedi. Sansirayman. Voy, bo'ldi qilinglar. Mana bu kasallik boshlang'ich formada ekan. Shifokorlar aytdi. Tezroq oldini olib, davolatsanglar yaxshi bo'lib ketadi dedi. Sog'ayadi dedi. Jon bolalarim, o'ylaylar shuni ham. Bolani davolatish o'rniga senlar bo'lsa janjal qilib yuribsanlar. Ona, mazgina yosh bolamanmi? Namicha baqiraverasiz? Ola, o'ladigan bola o'ladi. Nima qilasiz buni? Jonini oladigan bo'lsa oladi, nima qiladi? Zot bo'lmaydi uni. Tiling kesilsin seni, tilginang kesilsin. Seni o'sha to'riga ilintirgan megajinni uyi kuysin. Ana o kunda doktorga borganimizda oyim bekorga yig'lamabdi-da. Men yomon kasalmanmi? Nega oyim bilan buvim yig'lab, dadam yig'lamayapti? Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Sen ham odammisan, ha? Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yaxshi, ketaman. Hoziroq ketaman. Mana shu uy joy hammasi senga, bo'ldimi? Mana umuman bezovta qilmalaring. Ming la'nat senga, ming la'nat bo'lsin. Bo'ldi bolam, yig'lama. Bu jodugar ulgurni domla sursa kuchli shekilli. Mayli bo'ldi. Yig'lamang. Undan ko'ra kiringda. Bolangiz sog'ligiga o'ylang. Xo'pmi? Qancha pul bo'lsa mana men topib beraman. Xo'pmi bolam? Siqilmang faqat. Xo'pmi?
Bolani o'ylaylik, xo'pmi bolam? Bora qoling. Bo'ling, bo'ling. Otam bo'lmadi-da. Menga qara, bolakay. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lamaysan-a? Bo'ldi, yig'lama. Xo'p. Menga dadang raqamni bera olasanmi? Bilasanmi raqamini o'zi? Ha, bilaman. Menga aytchi, dadangga qo'ng'iroq qilamiz. Xo'p? Xo'p. Ismi nima dadangning? Abram aka. Men yozib berishchi undan ko'ra. Bilasanmi yozishni? Ha. Qani bo'la qol. Bosur. Aha. Bo'ldi? Ha. Hop. Alo, Abror aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, kim bu? Menga raqamingizni o'g'lingiz berdi. Aka, u sizni kutib shifoxonani zinasida yig'ilib o'tirgan ekan. Jonim bo'laman. Iltimos, unga ayting, sovuqda o'tirmasin, palatasiga kirib tura qolsin. Mashinam buzilib qoldi, piyoda kelyapman. Bo'ldi aka, aytib qo'yaman. Mayli, kela qoling. U sizni juda ham yaxshi ko'radi. Hozir issiqqina xonada o'tirib turadi sizni kutib. Hozir yoniga uchib boraman. Katta rahmat sizga. Rahmat amaki, siz yaxshi amaki ekansiz. Ha, sen ham yaxshi bola ekansan. Bilasanmi yana nima? Seni otang meni otamdan ancha yaxshi ekan. Qani, yuroq ichkariga. Zaxda o'tirmaymiz, ha? Ha. Hozir kelib qoladilar. Yo'llaman dedilar. Ozgina ishlanib qolibdilar-da. Yuroq. Kecha chizgan suratlaringga ko'zim tushgandi. Juda chiroyli suratlar chizar ekansan, ha? Va suratlaringga qarab tursam, juda ko'p uylarni suratlarini chizgan ekansan. Bu uylarni kim uchun chizding? Dadam qaytib kelsalar, ko'p oylari bo'lsin deyman-da. Ha. Dadangni shunaqa yaxshi ko'rasanmi? Oldin yaxshi ko'rardim. Men bilan ko'p o'ynardilar. Voy bolam, tuzalib qolsang, dadang bilan yana birga o'ynaysizlar. Yo'q, o'ynamayman. Chunki dadam ketib qoldilar. Necha kundan beri shifoxonadaman. Meni ko'rgan faqat bir marta keldilar. Balki dadangni vaqtlari bo'lmayotgandir, ishlari ko'pdir, shunaqa bo'lishi mumkin-ku. Mana, meni aytdi deysan, dadang seni ko'rgani keladilar. Boshqa bolalarning dadasi har kun keladi-yu. Opajon yoki dadamga kerak emasmanmi? Baribir o'ladi deb kelmayaptilarmi? Sen bu gaplarni qayerdan olding? Nega bunaqa deyapsan? Kecha bitta bola o'lib qoldi-yu, uni ham dadasi kelmadi. Dadang keladilar. Ishlari ko'p bo'lsa kerak-da. Ertaga analiz javoblaring chiqishi kerak. Senga quvonchli xabar aytaman. Rostdanmi? Rost. Ay, seni. Mana oying keldilar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Meni o'g'lim yaxshimi? Yaxshi, juda yaxshi. Bu o'g'lingiz deyman katta bo'lsa, yo arxitektor, yo katta biznesmen bo'ladi. Xudo xohlasa. Hayya. Otasiga qo'ng'iroq qildingizmi? Mayli, siz menga raqamini bering, men o'zim gaplashaman. Xo'p, SMS qilib tashab qo'yaman. Meni o'zim bir urinib ko'raychi. Oyisi, siz kuchli bo'lishingiz kerak. Xo'p, kuchli onani bolasi ham kuchli bo'ladi, to'g'rimi? Toychoq. Mayli, sizlar gaplashib o'tiringlar. Xo'p, rahmat. Bolam, yaxshimisan?
zerikib qolmadingmi? O'zim aqlli bolam. Kimda bor bunaqa bola? Manda bor, to'g'rimi? Asalim o'zim. Xudojon, akam tezroq tuzalib uyga qaytsin. Ularni juda ham sog'inib ketdim. Ko'p kundan buyon kelmayaptilar. Iltimos, Allohim, akamni uyga qaytarib bera qol. Ular kasal bo'lmasinlar. Sog'inib ketdim. Aka, tezroq keling. Salim aka, yaxshimisiz? Yaxshiman. Shu yerga kelsam, ko'nglim buzilib ketadi. O'zingiz zo'rg'a jiddiysiz. Uni ustiga Sardorni ham har doim olib kelasiz, ha? Bola cho'chib qolmasa bo'ldi. Bolaga kichkinaligidan yaxshilik qilish kerakligini, mehr ulashish kerakligini o'rgatish kerak. Buni amalda ko'rsa, mehr qalbida uyg'onadi. Ha, baraka toping. Har yili shunaqa katta savob qilasiz o'zi. Ey onasi. Bu ko'zi jo'dirab, nima qilish kerakligini hali tushunmaydigan bolalarga qancha qilsang shuncha oz. Xudoyim shunga qodir qilganiga shukr. To'g'ri aytasiz. Sizni mana shu qo'sha-qo'sha do'konlaringiz, qurilish obyektlaringiz hammasida mana shu bolalarning hissasi bor. Albatta. Alloh meni jonimni saqlab qolganda, hozir imkoniyatim borligida nimaga shu bolalarga, muhtoj oilalarga yordam bermasligim kerak? Men kasal bo'lganimda buvim, ularning qarindosh urug'lari, tog'alarim o'ziga to'q boy odamladim. Hamma muolajalar uchun pul berishgan. Lekin bu bolalarning yarmidan ko'pi oddiy oila bolalar. Bilaman. Mana shu qiynalgan oilalarning bolalariga homiylik qilasiz. Ilohim, Allohim sizni umringizni uzoq qilsin. Aytgan ekansiz. Ketdikmi? Ketdik. Opa, yig'lamasangizchi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolisa, jiyanimga Xudoning o'zi rahmi keladi. Uka, agar bolamga nimadir bo'lsa, men yasholmayman. Eshitmasam men yasholmayman. Bunaqa gaplarni qo'ysangizchi. Oyim qattiq yig'layaptilar. Hatto tog'am ham yig'layapti. Demak, analizlarim yaxshi chiqmagan. Endi o'lib qolamanmi? Yaxshi niyat qiling. Hech narsa bo'lmaydi, mana ko'rasiz. Iloyim hech narsa bo'lmasa. Opa. Opa. Yangilik bormi? Ha. Sizga boshdanoq aytgandim-ku. Kasallikni yengiltir deb. Mana analiz natijalari chiqdi. Sog'ayishga qarab ketyapti. Rostdan. Rahmat opa. Yo'q. Rahmat sizga. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Aytgandim-ku. Yaxshi bo'lib ketadi degandim-ku. Rahmat opa. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Mayli. Salimjondan haliroq yana xabar olaman. Bo'pti. Rahmat. Yaxshi bo'ladi.
Opa. Mana nima degandim? Yaxshi bo'lib ketadi hali. Rahmat. Siz o'ylamang. Siqilmasangiz bo'ldi. Bu xabarni Salimjonga yetishim kerak. Sen shu yerda turib tur, xo'p? Hozir kelaman. Dadajon, nega meni ko'rgani kelmayapsiz? Yomon ko'rib qoldingizmi? O'lib qolmasimdan kelib keting. Iltimos, dada. Meni tashlab ketmang. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bolam. Voy bolam. Niye yig'layapsan bolam? Oyijon o'larkanmanmi? Yo'q. Nega unaqa deysan bolam? O'lmaysan. Bolam. Sen yashaysan. Analizlaring yaxshi tomonga o'zgaribdi. Agar bunaqa tezlik bilan tuzalsang, shifoxonadan chiqib ketamiz. Rostdanmi? Aldamayapsizmi? Aldamayapman bolam. Bilasanmi? Sening ertalabdan kechgacha seni duo qilyapti. O'zim mehribon singlim. Uni yonimga olib kelmayapsiz-ku, oyi. Olib kelaman bolam. Tez kunda olib kelaman. Ke bolam. Yig'lama, xo'p? Xo'p. Ay, Xudoyim-ey, Xudoyim-ey. Nimaga shu vaqtgacha kelin qo'ng'iroq qilmayapti? Yo analizlar yomon chiqqan bo'lsa, o'zi ham yomon qoldimikin, siqilib. Nima bo'ldi ekan? Xudoyim. Voy. Alo? Oyijon, xush xabar. Analiz javoblariga ko'ra nevarangiz tuzala boshlabdi. Voy bolam-ey, voy yaxshi bo'pti bolam. Tabriklayman. Ilohim oxir bilan xursand qilsin. Voy Xudoga shukr, Xudoga ming qatla shukr. Amin. Bolam, qachon ruxsat berishar ekan? 2 oydan beri kasalxonadasizlar. Tez kunda qolgan muolajalarni uyda davom ettirar ekanmiz. Voy, chiqa qolsin. O'zini kelajagiga o'zi bosh bo'lsin, ilohim. Xudo bir qaytarib berdi bizga. Voy, men bu yangiliklarni bo'lmasa ammalariga yetkazay-a? Bo'pti bolam. Voy, Xudoga shukr. Xo'p bolam, xo'p. O'g'limga aytsam-mikin? Yo'q, aytmayman. Bir marta ham hol-ahvol so'ramaganga aytamanmi? Yo'q, aytmayman. Undan ko'ra ammalariga qo'ng'iroq qilaman. Ammalariga aytsam xursand bo'lishadi. Voy, Xudoga shukr. Voy, ammajonisi. Xayr, esonlaringni eson omon egalariga topshirib keldingmi? Ha, bolalar xursandchiligini aytmaysizmi, oyi? Ulardan qanchasi yashab qoladi? Noma'lum. Jovdirab turgan ko'zlariga qarasam g'alati bo'lib ketaman. Hammadan ham ularni onasiga qiyin. Hech kim farzandog'ida kuymasin. Hammani bolasi ortda qolsin, bolam. Ha, oyi. Ha, Lola opam,
Sizga ko'pdan ko'p salom aytib yubordilar. Baraka topsin. Salomat bo'lsin. Lolaxon har bir bolani dardiga sherik bo'ladi, bolam. Shunaqa. Alloh rozi bo'lsin undan. Buvijon! Voy! Voy, polvonim keldi, polvonim. Esikdami bolam? Bir kun kelib uylanasan, bolali bo'lasan degan edim. Mana bolalik ham bo'lding. Shirinligini qara buni. Voy jonim. Shunaqa. Lekin bu kunlari buvim ko'rmadilar deng. Ha, Alloh rahmat qilsin buvingni. Ular o'lgunicha bizdan xabar oldi, yordam berdi. Oyi, shifoxonadan uyga kelganimda xursandchiliklardan nima qilganlar esingizdami? Kelishyapti. Kelishyaptimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Buvijon! Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'z uyingga xush kelibsan, bolam. Xush kelibsan. Ana, bolam. Xudo xola, bu shirinliklarni odatda kuyov ustidan sochishardi. Meni bolam o'z uyiga keldi. Xudo xolasa bu ham kuyov bo'ladi. Faqat shu kunlarni ko'ramanmi, ko'rmaymanmi deb hozir sepib qo'ya qoldim-da. Unaqa demang. Unaqa demang oyijon. Albatta ko'rasiz. Bo'lasiz inshaalloh. Buvijonim, menga shirin ovqatlar tayyorlab berasizmi? Buvijon degan tillaringdan o'zim o'rgilay. Albatta pishirib beraman, bolam. Albatta. O'zingni uying o'zingga buyursin, bolam. Hali bolam, seni tuzalganingni eshitib, hammalar kelishadi. Aka, sizni sog'inib ketdim. Bolalarimni bir-biridan ayirmaganing uchun Allohim o'zingga shukr. Ilohim ko'rgan maqsadimiz shu bo'lsin. Ilohim, ilohim. Voy, nima qilib turibmiz bu yerda? Dasturxon tayyor. Yuringlar, yuringlar. Qani, yuringlar-chi? Yuringlar. Bolam. Yaxshimisan, bolam? Bu yerda nima qilib o'tiribsan? Kimni qidiryapsan, bolam? Hamma meni ko'rgani keldi, lekin dadam kelmadilar. Bolamni dard ulg'aytiribdi. Otasini kun bo'yi kutdi. Kelmagach, undan yuz o'girdi. Bolam katta yigit bo'lib qopti. Bolam, siqilma. Men borman-ku. Xo'p, yur. Ketdik. Yur, bolam. Ha? Ha, qara. Bir marta so'raganda roziman deb yubordingmi? Ha? Nima? Nikoh o'qiydigan joymidi 3 marta so'raydigan? Hop, shuncha yillar eriyman-ku. Bittada rozi bo'lishing kerakmidi? Voy, nima qilishim kerak edi? Oyog'ingga tiz cho'kib yalinishim kerakmidi? Shuncha yil birga yashadik. Hech bo'lmasa hurmatli qilib sizlasang bo'lardi. Yo'q-e. Sen ermisan. Sen ermas, qaro yersan. Qalbi yo'q kesi. Sal og'zingga qarab gapir. Senga emas, menga buyruq berish. Endi sen men uchun ham, bolalarim uchun ham o'lgansan. Qorangni ko'rsatma. No, yalinib, yolg'ondan bo'lsa pul so'ramaysan, ha? Yo'q. O'zingcha mag'rursan, g'ururlisan. Nima, boyvachcha ukangga ishonyapsanmi? Ha? Senga nima?
odam bo'lmaysan, tushunding? Shunaqa. Bir marta ham bolalarini so'ramadi-ya. Hatto ba'zi otalarga o'xshab bolalarimni ko'rib turaman deb ham talashmadi. Ming la'nat. Ming la'nat seni otaga. Baraka topsinlar tog'am. Shu paytgacha menga hayotda barcha past balandini, qiyinchiliklarni o'rgatib, tushuntirib, to'g'ri yo'lga boshlab otalik qilib keldilar. Boya ham, oyi. Bir masalada kallam ishlamay hech nima qilishni bilmay turgandim. Tog'amni oldilariga borib bir maslahat soluvdim. Shunday to'g'ri maslahat berib, mushkulimni oson qilib qo'ysalar-ding. Ukam menga Alloh taolo bergan inom. Bilmadim. Agar ukam yonimda bo'lmaganida shu kunlarga yetib kelarmidim, yo'qmi? Xudo biladi. Buvingni qabrlari nurga to'lsin iloyim. Buvimdan keyin mana shu ukam menga asqotdi. Og'ir kunlarimda yonimda bo'lishdi, dalda bo'lishdi. Boriga shukr. Ha, oyijon. Mana bizga qilgan yaxshiliklari, qilgan savoblari ortidan mana farzandlarini rohatini ko'rib, piru badavlat bo'lib, ularni duo qilib, mana yaxshi hayot kechirib yuribdilar, ko'z tegmasin. Umrlari uzoq bo'lsin. Aytganing kelsin bolam. Mana oyijon, tog'am orqali biznesni sir-sinotlarini o'rgandim. Ozmi ko'pmi pul topdim. Eng muhimi hayotda to'g'ri bo'lib, to'g'ri yashab, halol yashash kerakligini o'rgandim. Baraka topsinlar. Sen ham tog'angga o'xshab singlingni, bolalaringni asrab avaylagin, ardoqlagin, mehr bergin. Sen ham yaxshi tog'a bo'lgin. Xo'p bo'ladi oyijon. O'zoyi singlini sog'indim. Bir dam olish kuni uyga chaqirsak, bir kabobxo'rlik qilarmidik? Yaxshi bo'lardi. Singling ham xursand bo'lardi. Ha. Men kelsinmi uyimizga? Ha? Ana. Hammasini sog'inga. Ha, hammasini juda yaxshi ko'radi, hammasi ham buni yaxshi ko'radi. Bo'ldi. Bo'lmasam yig'ilamiz. Yoshligimizni, bolaligimizni eslab o'tiramiz, oyi. Xotiring ham baraka topsin. Ko'ngli ochiq, qo'li ochiq. Singling kelsa borini sochadi. Baraka topsin. Oyijon, bu keliningiz menga bir lotereyadan yutuq chiqqandek bir gap. Ko'z tegmasin, baraka topsin bu keliningiz. Avvalgi xotiram esizam oyi. Xudoning balosi. Uni tanglayini pul bilan ko'targan edi. Voy, o'zi ham zo'rg'a qutulgan mana. O'ylasam, haligacha bir asablar o'ynab ketadi. Salom. Men keldim. Sen nimaga kelding? Oldingi safar bergan pullarimga to'ymadingmi? Jonim, yotib yeganga tog' chidarmidi? Ha, bilasizmi, sizga zo'r yangiligim bor. Seni o'zing ham, yangiliging ham qiziqtirmaydi meni. E'tiboringiz uchun sudga ariza berganmiz. Hademay sen yalmog'izdan qutulaman. Shoshilmang, Salim aka. Hozir aytadigan yangiligim juda ham ko'p narsalarni o'zgartirishi mumkin. Gapni cho'zmay tez-tez gapirdi. Ko'zimdan yo'qol. Voy, hayotim, atigi 5 oy ichida shunchalar ham joningizga tegdimi? To'ydan keyin shu yashagan 5 oy ichida seni asl basharing qanaqaligini ko'rdim. Seni tanlab qattiq adashgan ekan.
voy shakarim, men nima qildim? Arpangizni xom urdimmi? Undan ham battar qilding. Sen meni sevib emas, pullarim, boyligim uchun tekkaningni keyin bilibman, afsus. Ha, albatta. Nima deb o'yladingiz? Shu turqum bilan meni sevib qoladi deb o'ylaganmidingiz? Подумаешь. Sevgichi yo'q narsa. Bu hayotda muhimi pul, boylik. Pulingiz bo'lmasa hech kim emassiz. Sen boyga tegdim deb o'zingdan ketib qolding-a? Seni esingdan uydan haydaganim. O'tirsang bo'lardi. Mayli, keyingi safar ko'proq o'tiradigan bo'lib kelaman-da. Bo'pti, yaxshi bor. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Ha, yaxshi keldim. O'zinglar qalaysizlar? Yaxshimiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, qizim kelganda ketyapti. Malikaxon, yaxshi o'tirdingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Shu har chorshanba kelasiz-u, yana yeb ichib uyimdagi bor ro'zg'orlarimni paketingizga solib tashib ketasiz, Salim. Nega? Akam men uchun olib kelgan. Men qarang. Shu akangiz meni erim. Bu uyga ro'zg'orni barakasida uchiryapsiz. Qolaversa, turmushga chiqqansiz-u, eringiz qilib bersin ro'zg'orni. Bunaqa uydan har hafta narsa tashmalayversangiz, uyga kelmang, iltimos. Nimalar deyapsiz? Ha? Siz kelinsiz? Bu uyda men xo'jayinman. Xo'pmi? O'zingizga qarab gapiring. Voy oyijonim, o'zimmi? Bu uyga kecha kelganim yo'q. 5 oy bo'lyapti. Qarang-a. Ha. Eri topganini himoya qilish bu xotinning vazifasi. Sizni eringiz meni o'g'lim bo'ladi. Ertaga o'zingiz tug'asiz, keyin o'sha bolangizga xo'jayinchilik qilasiz, xo'pmi? Bu uy meniki. Men qaynonaman. Men o'lgandan keyin siz xo'jayinchilik qilasiz, xo'pmi? Boshqa eshitmay bu gaplaringizni. Oyjon, men kelgandan keyin bu uyda sizni bekaligingiz tugadi. Yo'q. Ha, endi bu uy bekasi xolismi, xolamizmi? Menman. Hoy qiz. Bundan keyin meni ruxsatimsiz bu uydan nina ham chiqib ketmaydi. Agar yana bir marta kelib, mana shunaqa ro'zg'orlarni tashiydigan bo'lsangiz, umuman bizlarning uyga qadamingizni bosmang, tushundingizmi? O'chir ovozingni. Eringiz qilib bersin ro'zg'orni. Aka. O'chir dedim senga. Bir nima deng, aka. Tinchlikmi? Nima bu baqir-chaqir? Ha, onamga ovozingni ko'taryapsan. Qarang, jon, har 2 kunda seniz uyga keladilarda yeb, ichib, yana siz qiynalib topgan pullaringizga qilgan ro'zg'oringizni tashmalab ketyaptilar. Shunga sekin tushuntiraman desam, ikkalaligi meni qopishyapti. Voy tuhmatingdan xudo o'zing asragin. Qara. Meni jigarlarim it emas qopadigan. Sal tilingni tiyoga og'zingga qarab gapir. Hali shunaqami? Uydagilaringizni oldida o'zingizni ko'rsatyapsizmi? Men sizni mulkingizni himoya qilyapman. Rahmat deyish o'rniga qo'lingizni cho'zyapsizmi menga, a? Bolam yaxshiyam o'zing guvoh bo'lib qolding. Bu oyimchang hozirda shunaqa bo'lsa, 2-3 yildan keyin meni ham quvib solar ekanda ko'chaga. Singiljonim, bo'ldi, yig'lama. Shuning uchun yig'layapsanmi? Voy, qo'y, arzimaydi, bu kim? Bir ko'chadan adashib kirib qolgan bir nokas bir ojizadi. Bo'ldi, xo'pmi? Voy, kerak bo'lsa butun yig'ishtirib chiqib ket. Jonimni so'ra, jonimni bering, singillim.
voy bunaqalarga umuman ko'z yoshini to'kmagan. Shunaqa qilib. Men ko'chadan kelgan, ko'zi och, nokas bo'ldimmi hali? Xuddi shunaqa. Shunaqasan. Bo'ldi. Boshqa gapirma. Shu mushtipar beozor sinimni xafa qilganing uchun, ranjitganing uchun seni javobingni berdim. Yo'qol uyimdan chiqib ket. Hali shunaqami? Ketsam ketaman. Mana shu uylarni yelkamni chuqur ko'rsin. Lekin mendan shunchaki qutula olmaysiz. Boshingizga it kunini solmasammi hali? Keyin butun mol-mulkingizni hammasini yarmini bo'laman. Sadqaga odam ketlaring. Yo'qol. Pastkashlar. Bezrang o'lgur, bez. Qanday baloga uchraganmiz, a? Ish qilma. Uyga kiringlar, Uyga kir. Birpas o'zingga kelib ol, keyin ketasan. Sening bo'ldi, sen ko'p yig'lamagin, maylimi? Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Mayli. Muhimi, sizga hozir bir narsa ko'rsataman. Yuragingiz o'shab qolasiz, tushundingizmi? Nima ekan? Qarang. Oxirgi kulgan yutadi deyishgan. Tabriklayman. Jonim, ajrashmoqchi edingiz. Endi nima bo'ladi? Qanaqasiga? Homilador bo'lgan bo'lishing mumkin emas. Shunaqami? Har holda ozmi ko'pmi 5 oy yashadik. Ko'rmayapsizmi? Shifokorlar katta qilib 2 oylik homiladorsan deb yozib berishgan. Ey, 10 ta tug'sang ham meni qaytara olmaysan. Qaytaraman. Qayting, iltimos deb o'lib turganim yo'q. Meni ham siz bilan yashash niyatim yo'q. Lekin bolamga katta miqdorda summa ajratasiz. Tushundingizmi? Avval bola tug'iladi. Keyin DNK qilinadi, ha? Keyin hamma hujjatlar joyida bo'lsa, o'sha alimentni to'layman. Ungacha mendan pul talab qilma. Umidam qilma. Nomardmisiz? Ha? Men ungacha yemay, ichmay, qornimdagi bola bilan pulsiz qanaqa yashayman? Sen yolg'iz emassan. Ja, aql o'rgatadigan onang bor. Gapim shu. Hamma narsa hal bo'lgandan keyin pul bor senga, bo'lmasa mendan pul umid qilma. Shunaqa deng. Mayli. Shunaqa. Ko'ramiz hali. Shu yetmay turgan. Bolani eshitib xursand bo'lib, aytgan pulimni beradi deb o'ylagandim. Siz soxta homiladorlik uchun bergan anchagina pulim havoga uchdi. Lekin baribir qanaqa qilib bo'lsa ham pulni undirishim kerak. O'yla. Ziyosh o'yla. Uka, doim quruq kelmaysan-a? Doim nimadirlar ko'tarib kelasan. Rahmat. Lekin och qolayotganimiz yo'q. Xudoga shukr.
biznesimni davom ettiryapman. Opa, ayol kishini puliga qaraganda, erkak kishini pulida baraka bo'ladi. Rahmat uka deb indamasdan qabul qilavermaysizmi? Rahmat. Kelinga ham rahmat. Shu paytgacha o'g'limni dori-darmonlariga ham, palatalariga ham hammasiga pul to'lading. Kelin bir og'iz yuzimga solmadi. Bilasizmi opa? To'yimiz kechasi keliningiz bilan kelishib olganmiz. Mani pulimga, ishimga, oilamni o'rtasidagi masalalarga aralashmaysan deganman. Ota-onamni, jigarlarimni hurmat qilsang, sen ham xuddi shunaqa hurmat ko'rasan deb shart qo'yganman. Menimcha shu gap haligacha quloqda qolgan. Baribir shu gaplarga amal qilgani uchun ham rahmat. Salim aka. Siz bilan bitta narsani maslahatlashmoqchi edim. Tinchlikmi? Nima gap, Samir? Haligi Oyjonni ozgina qon bosimlari oshyapti. Shunga dam olish maskanigami yoki shifoxonagami olib borib yotqizsak yaxshi bo'lardi demoqchi edim. Oyim menga indamadilar-ku. Menga ham hech kimga aytmayin degandilar, lekin sizga aytmasam bo'lmasdi. To'g'ri qilding. Menimcha shifoxonaga emas, biror bir sanatoriyaga yo'llanma olib kelsam, o'shanda rozi bo'lsalar kerak davolanishga. Yaxshi bo'ladi. Keyin tog'ajonni ham ularga qo'shib yuborsak ham bo'lardi. Ha, bu gaping zo'r bo'ldi. Baraka toping. Mehribonim. Doim onam haqida, singlim haqida qayg'urasan. Alloh sendan rozi bo'lsin. Chunki dunyoda Oyijondagi mehribon qaynona yo'q, o'shaning uchun. To'g'ri. Yo'q. Mana oyim seni o'zi juda yaxshi ko'radilar. Har urushib qolganimizda ham faqat seni yoningni oladilar-ku, ha? Chunki kelin emas, o'zlarini qizlardek ko'radilar, o'shaning uchun. Ovqat yaxshi chiqibdi, Malikaxon. Juda zo'r chiqibdi, qo'lingiz dard qilmasin. Shunaqa ko'p kelib turing, xo'pmi? Bo'ldi. Ha, Oyijon? Shuncha yaxshisiz. Bolangni ham olib kelmabsan-da, Malika. Sog'ingan edim. Kun sovuq, yaqinda o'zi shamollab tuzalib oldi. Shunga. Ha, mayli. Oyijonim olib qoldilar. Baraka topsin oyijoning. Maqq etmasdan xizmatingni qilyapti, bolalaringga qarayapti. Xudoga shukr. Umri uzoq bo'lsin. Ilohim. Bilasiz, Malikaxon, dunyoda hech qanaqa qaynona meni oyijonimga o'xshamaydi. Rahmat. Bu gapingiz to'g'ri ekan, ayam. Mayli, ancha o'tirib qoldim, oyi, men bora qolay. Nevarangiz ham yig'lab, oyijon deb qiynab bormasin. O'tirsangiz bo'lardi, ha? Hozir akang keladi, ko'rishib ket. Ko'rishib ketasiz. Akam qachon keladilar endi? Kech qolib ketaman-da. Yo'q, hozir kelib qolishlari kerak, ha, oyijon? Ha, kelib qoladi. Keladigan vaqtlari ham bo'lib qoldi. Aka, sizga berib yuborishga norin olib kelyaptilar. Uyga qurib bormasin devordilar. Ana. Akajonim, doimo o'ylaydilar. Hozir men xabar oling bo'lmasa, xo'p? Akangga norin olib keling deb keling aytgan edi. Seni juda ham yaxshi ko'radi. Keling. Ilohim, mendan keyin aql inoq bo'linglar. Opa singildek yashanglar. Assalomu alaykum. Voy, Assalomu alaykum. Singlim. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Va alaykum assalom. Keldingmi bolam? Rahmat. Yaxshi o'tirsizlarmi onam? O'tir, keldi. Kel. Xo'p, ketish kerak edi, bu shoshib turibdi tag'in Ha, mana. shoshib turibdi bolam. Kuyov bola ham kutib qolmasin, ha? Hozir o'tirib mayli, gaplashib oldinglarmi? Yaxshi o'tirdinglarmi? Rahmat, rahmat. Xo'p, aytgan narsamni olib keldim, quruq kirmaysan. Bo'ldi. Rahmat, aka. Bo'ldi, unda men qizingizni olib borib kuzatib qo'ya qolay, ha?
mayli bolam, singlingni ertaroq olib borib uyga tashlab kel. Ilohi amin. Iloyim baxtli bo'linglar, baxtimga sizlarni rohatinglarni ko'ray. Siz ham baxtli bo'ling oyijonim. Qo'llaringni o'pib qo'y. Bo'pti, yura qol. Oyijoningga men nomimdan salom aytib qo'ygin bolam. Ey, hozir akang kelganda quchoqlashib ko'rishga qo'rqma. U katta odam bo'lib ketgan, juda boy. Zora sen tangasini yoniga olsa. Unaqa demang, dada. Kim dangasi? Nima endi bir kamim o'gay akangga yanglishib qolganmidi? Ey ahmoq, ishing bitgungacha yalinasan-da. O'zi nechta ishdan haydalding? Zora shu yerda muqim ish topsang. Erkatoy, qo'ldan bir ish kelmaydigan, to'kin hayotni yaxshi ko'radigan bola bo'lding. Bo'ldi, u davrlar o'tib ketdi. U oldingidek boyvachcha emasman. Men davrimda rosa yalloni qilding. Endi bizni boqish seni vazifang. Buncha boqqaningiz minnat qilaverasiz-da. Ana ko'rdingmi? Meni o'g'lim kelyapti. Mana shu yerda agar joylashib olsang, ishlaring yurishib ketadi. Tushundingmi? Xo'p. Ha. Opa-singillarim o'g'ling katta odam bo'lib ketdi deganda ishonmasdim. Rostdan ham shunaqa ekan. O'g'lim. O'g'lim. Salimjon bolam. Tanidingmi otangmi? Otam 8 yoshimda og'ir xastalik bilan kurashayotganimda bu olamdan o'tib ketgan. Meni kechir o'g'lim. Yoshlik qilibman. Ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan. Seni sog'inyapman o'g'lim. Ha, tanishinglar, bu ukang. Salom. Bor. Aka, dadamdan siz bilan tanishtirishni so'raganimda yuzim qora bolani yondirdilar. Lekin baribir bugun sizni topdik. Meni bitta singlim bor. Boshqa jigarim yo'q. Nima ish bilan keldingiz o'zi? Bitta iltimos bilan kelgandim o'g'lim. Otangni hurmati shumi, ha? Onang meni yomonlab ko'nglingni qoldiribdi-da. Onamga til tekkizmang. Bizni tashlab ketganingizda es hushimni tanigan bola edim. Bir kun ko'rishimizni bilardim. Yuring ichkarida gaplashaylik. Xo'sh, nima gapingiz bor edi? O'g'lim. Bu ikkinchi oilamdan yolg'izgina o'g'lim. Shu hech ham ishi yurishmayapti. Qayerga bormasin, ozroq ishlagandan keyin bo'shachi. Demak, yaxshi xodim emas. Yo'q, unaqa emas. Tirishqoq, udda biron yigit. Shunga o'zing yordam bersang, yoningga olsang degandim. Universitet tugatgan, oliy ma'lumotli. Bironta yoqliroq joyga joylashtirsang, yoningda yurardi. Jigaring axir.
Yashirmayman. Sizdan qattiq nafratlanganman. Buvim bechora bizni o'stirib, katta qilib, qiynalib oxiri o'lib ketdilar. Men uchun qancha ko'z yosh to'kdilar. Siz bo'lsa, hayot uchun kurashayotgan og'ir damlarimda shunchaki tashlab ketdingiz. Oylab shifoxonada yotganimda bir marta ham kelmadingiz. Ulg'aygan sari ota mehrini sizdan emas, tog'amdan oldim. Nima endi mendan farzandlik talab qilyapsizmi? Bolam, ahmoq otangni kechir. Ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan. Agar meni boyib ketganimni eshitmaganinglarda, hali ham ko'zingiz ko'r, qulog'ingiz kar bo'lgan bo'larmidi? Mayli. O'tgan ishga salovat. Iltimos. So'zlarimni, iltimosimni yerda qoldirmagin. Akajon, ish bersangiz, albatta ishonchingizni oqlayman aka. Shu yerda yoningda yursin ukang, iltimos. O'zing qo'llab olgin, ha? Akalik qilib. Qo'llash bandasiga emas, Allohdan. Undan keyin men begonalar yonimga yaqinlashtirmayman. Mayli. Biror mos ish chiqib qolsa aytarman. Baraka top. Senga ishonaman. Ha, daromadi yaxshi bo'lsin-a. Uzr, men ishlarim ko'p edi. Tushundik. Rahmat senga o'g'lim. Yur. Xo'p, rahmat aka. Qo'ng'irog'ingni kutamiz, ha? Yur. Otaymish. Singlimni biror marta so'ramadi. Nalika? Yaxshimisan? Tinchlik. Shu ovozingni eshitgim keldi. Seni sog'indim. Adam qilganini bilasizmi nima? U singlimni bir marta ham so'ramadi. Qizi borligi esida ham bo'lmasa kerak. Mayli o'g'lim. Nima qilganda ham u otang. Unga yordam ber. Ota bo'lish oson. Lekin otalik qilish hammaga ham nasib qilavermas ekan. Mayli o'g'lim. Yaxshilik qilsang yaxshilik qoladi. O'g'lini biror ishga joylab qo'y. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolsin. Bo'lmasa kelaverib tinchlikni buzadi. O'ylab ko'rarman. Oyijon. Haligi sizni kimdir chaqiryapti. Kim? Bilmadim. Kim ekan bemahalda? Hozir chiqaychi. Shoshmay qo'ying, men ham chiqaman. O'tiring. Nimaga? Voy, o'tiring aytaman. Voy, o'tirsangiz-chi, oyijon, qochib ketmayaptilar-ku. Kim? Nima bo'pti? Xullas, oyijonni
anchadan beri biznes hamkorlari yoqtirib qo'ygan ekan. Nima? Qarang. Haligi ancha yil oldin ayollari bilan xiyonat yuzasidan ajrashib ketishgan ekan. Bilasizmi, oyijonga iltimos, menga turmushga chiqing deb qachondan beri taklif qilyapti ekanlar. Bu nima hazilmi? Isinglar joyidami sizlarni? Nimalar deyapsizlar? Asabiylashmang. Qanaqa sevgi, qanaqa sovchi? Voy, o'tiring, xo'p, o'tiring, bitta gapim bor. Eshiting. Nimalar deyapsizlar? O'tiring, iltimos. Voy, gapimni eshiting, iltimos. Nimaga hovliqasiz? Butun umrini, yoshligini sizlarga bag'ishlagan oyjonni bir martagina baxtli bo'lishga haqqilari yo'qmi? Nimaga unaqa egoistlik qilasiz, dadasi? O'ylab ko'ring. Onam nima deyaptilar? Rostmili? Voy, oyjon, sizdan uyalyaptilar. Boshim qotib qoldi. Hech ham boshingiz qotmasin, dadasi. Nima qilibdi? Oyjon ham baxtli bo'lib yuradilar. Oyiz sizlarni oldinglardan o'tolmayaptilar. Shuncha yildan beri taklifimga rad javobini berib kelyaptilar. Lekin onam hech narsaga zormas. Buni bilaman. Lekin baxt faqat to'kin hayotdan iborat emas-ku. Farangiz bir necha yil yolg'iz o'zi, ersiz ayol bo'lsa ham sizlarni oyoqqa turg'azdi. Ukasi yordam bersa ham u tinch o'tirmadi, tinmadi. Oyimni hayotini shunchalik yaxshi bilar ekansiz. Nega uni vaqtliroq kelmadingiz? Aytyapman-ku, Farangiz rad javobini berdi. Hatto meni yordamimni ham qabul qilgani yo'q. U bilan men biznes hamkor bo'lib, yonida bo'ldim yillar davomida. Ha, u ayolligini unutib qo'ygan ona edi. Bolalaringga otalik qilaman desam ham sizlarni mo'ltillatgisi kelmadi. Bolalarini oyoqqa turgazdi, endi o'zi baxtli bo'lishga haqqi bordir, o'g'lim. Umrini sizlarga bag'ishlagan onangiz endi qolgan umrini o'zi uchun ham yashasin. Yo, unga loyiq emasmi? Siz uni ko'zlariga tikilib qaraganmisiz hech? Ishoning, onangiz sirtidan xotirjam, quvonchli ko'ringani bilan, ammo lekin tunlarda uni ko'z yoshlarini yutib yotadigan yolg'iz sirdoshi, uni yostig'i. Onamsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Onamga uylansangiz, onamni olib ketasiz, ha? Men ularsiz nima qilaman? Ularsiz qanaqa yashayman? Sizga va'da beraman. Agar
men onangizga uylansam, uni har kuni uyingizga olib kelaman. Faqat iltimos Salimjon, siz o'zingiz gaplashib ko'ndirib bering. Qancha umrimiz qolgan Allohga ayon. Bundan keyingi umrimni uni baxtli qilishga bag'ishlagim keldi. Men sizga va'da beraman. Farangiz, onangiz albatta baxtli bo'ladi. Tog'a, Nimaga yig'layapsan? Onangni tortib olishmoqchimi? onamni birovga qanaqa beraman? Onam faqat meni onam. Bolam, bir haqiqatni bil. Onang baxtga loyiq ayol. U erkakka onamni qanaqa topshiraman? Nodir yaxshi inson. Uni yaxshi taniyman. Mehribon, beg'ubor. Onangni baxtli qilishga ishonaman. Lekin onamsiz men qanaqa yashayman? Bir kuni hammamiz bu dunyoni tark etamiz. Xudo onangni sendan tortib olmaguncha onangni baxtli bo'lishiga yordam qil, bolajonim. Tog'am ham haq. Tog'amni maslahatlariga kirib shu paytgacha adashmadi. Balki onam baxtli bo'lishlariga haqlari bor. 100% haqqi bor. Lola opa. Ay. Salim, bolajon. Turmay, ovora bo'l. O'zingiz o'rintirmang, Lola opa. Sizga nima bo'ldi? Meni qayerdan topib kelding? Sizni ko'rgim kelib shifoxonaga bordim. Yuragini mazasi bo'lmay kasalxonaga tushib qoldi deyishdi. Uchib keldim. Nima yordam kerak, Lola opa? Men yaxshiman. Hamkasblarim sal vahima qilishibdi-da. O'zingdan gapir. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Oy yaxshimilar? Shu desangiz. Oyimni uzatib yubordim. Oy. Qanday yaxshi bo'pti. Bechora oyingni sen uchun qanchalik azob chekkanini bilaman. Uni ham baxtli bo'lishga haqqi bor. Har bir ayolning yonida suyanadigan insoni bo'lishi kerak. To'g'ri aytasiz. Lola opa, shuncha yildan beri sizni tanisam ham hech shaxsiy hayotingiz haqida so'ramagan ekanman. Ko'zingizga qaraganda hayotda bir baxtli insonga o'xshamaysiz. Bolama. Qaniydi Xudoyim. Menga ham senga o'xshagan bitta bo'lsa ham bola bergan deydi. Bo'ldi, Lola. Ketma. Lola. Iltimos mendan xafa bo'lma. Mana 10 yildan oshiq birga yashadik. Lekin ko'rib turibsan-ku, bola yo tushib qolyapti, yo ichingda nobud bo'layapti. Axir men ham farzandli bo'lish xohlayman. To'g'risini aytsam, ikkimiz ham juda qiynalyapmiz. Ota-onam agar boshqasiga uylanmasang, sendek farzandim yo'q deyishdi. Sizga allaqachon ajrashaylik degandim. Nima ham qila olardik? Bu taqdir ekan.
Lekin Lola, sen xavotir olma. Men seni hech qachon tashlab qo'ymayman. Har doim sendan xabar olib turaman. Kerak emas. Hech bir ayolga bir boshqa ayolga mehribonchilik qilishi yoqmaydi. Oyingiz topgan ayol bilan baxtli bo'ling. Senchi? Nima men? Sizdan keyin men ham ketaman. Lekin nega siz chemodaningizni yig'ishtirib ketyapsiz? Axir bu sizni uyingiz-ku. Aslida men ketishim kerak. Yo'q. Unaqa dema Lola. Bu uyni men senga qoldiraman. Sizga bitta bo'lsa ham farzand tug'ib bera olmagan ayol uchun bu juda katta sovg'a emasmi? Lola, sen bunga arziysan. Men hammasini yaxshi bilaman. Hozir ketganim bilan sendan yaxshi ayol topolmasligimni ham bilaman. Lekin majburman, meni to'g'ri tushungin. Ota-onamning rayiga qarab ish qila olmayman. Meni kechir. Kechirim so'ramang. Siz to'g'ri ish qilyapsiz. Ota-ona roziligini olish kerak. Lola, men o'zim ikkalamizga advokat yollayman. Sudda ajrim qiladi. Lekin to'g'ri tushun. Men sudda qatnasha olmayman. To'g'ri o'ylabsiz. Mana shu uyni ham seni nomingga o'tkazib beradi. Yana shuni aytamanki, seni ham baxtli bo'lishga haqqing bor. Agar tenging chiqadigan bo'lsa, turmushga chiq. Iltimos sendan. Yaxshi qol. Keyin boshqa turmush qurmadingizmi? Turmush qurdim. U insonni bolalari kattaroq edi. Meni qabul qila olishmadi. Yana bolalarim tirik tug'ilmadi. Ishga kelganimda shu bolalarga ovinib, navbatchilikda qolib ketardim. Ha, esimda. Har bir kasal bola uchun o'z onasidek qayg'urardingiz, a? Xursand bo'lishsin deb kiyim-kechaklar, o'yinchoqlar olib kelardingiz. Sizda bormi, yo'qmi? Menga bir Mickey Mouse o'yinchoq beruvdingiz. O'sha hali ham uyimda turibdi. Bolalar bilan g'amlarim unutardim-da. Qo'limda jon bergan bolalarni anchagacha yuragimdan chiqara olmasdim. Kasal bolalarni tepasida kunlab navbatchilikda qolib ketardim. Yana o'zim yolg'iz qolib ketdim. Opa, bola asrab olsangiz bo'lardi-ku. Ersiz ayolga bola berishmadi. Lekin opamni o'g'lini asrab oldim. O'qitdim, katta qildim. Xullas, men u bilan juda ham baxtli edim. Qiziq ekansan-ku, shuncha yil yolg'iz yashamasin deb senga bolamni berib qo'ydim, endi qaytarib olib ketaman. Tushundingmi? Opa, nima balo? Bola sizga buyumidi? Vaqtincha berib turib, keyin qaytarib oladigan. Ko'p valdirama, bor, bolam narsalarni yig'ishtir. Opa, esingizda bo'lsa, siz onam boshchiligida Temurni menga o'g'illikka bergandingiz. Qani, biron hujjating bormi?
yo onam go'ridan tirilib kelib senga guvohlik beradimi, ha? Xudodan qo'rqmaysizmi, opa? Temurni o'qitdim. Yaxshi ishga joylashtirdim. Endi uylantiraman degan paytimda bag'rimdan yulib olib ketmoqchimisiz? Temur mani bolam. Uni senga bermayman, olib ketaman. Jonim, bunaqa qilmang. Shashtingizdan qayting. Bolam bag'rimdan yulib olmang. Temursiz o'lib qolaman. Bolaga ega chiqib, yig'lashingni qara. Menga qara. Shuncha yil seni yolg'iz qoldirmaganim uchun, bolamni berib turganim uchun, hurmati uchun men shu uyingni berib qo'y o'g'limga. Ota-onang seni sog'inishyapti deb aytasan, men roziman deysan. Tushundingmi? Sizdan kutmagandim. Toshbag'ir ekansiz. Uyimdan chiqib keting. Meni sizdaqa opam yo'q, eshitdingizmi? Menga qara, bar bolamni olib ketaman. Narsalarini yig'ishtirib qo'y. Allo. Bolam. Oyi, nega onam qo'ng'iroq qilib bugundan boshlab bizni uyda yashaysan deyaptilar? Endi bolajonim, men o'zim yolg'iz qolmasligim uchun seni menga berib turishgandi. Endi katta bo'lding. Ota-onangga kerak ekansan. Nima ham qila olardik? Nima? Men o'yinchoqmanmi, oyi? Xohlaganni siz, xohlaganni oyim olib o'ynaydigan. Indamay voz kechaverasizmi? Shunga majbur bo'ldim, bolam. Meni kechir. Onangni kechir. Ota-onang bilan baxtli bo'lgin. Kechir, bolam. Kechir. Bolam qo'lidan ish kelib, firmalar ochib, ishlar yurishganida uni bag'rimdan yulib olishdi. Opamni boshqa o'g'li, g'irt-dangasi, ko'cha bezorisi, qo'lidan ish kelmaydigan bola bo'lib chiqdi. Tayyor, topormon, tutormon, aqlli bolasi esiga tushib qopti-da opangizdan. Lekin buni shunaqa odam bo'lishida sizni hissingiz bor-ku. Unga siz tarbiya bergansiz-ku. O'g'lingiz ham indamay ketdimi? Uni o'zim majbur qildim. Boshqa ilojim yo'q edi. Men aybim quruq gapga ishonganim, boshdanoq bolani qonuniylashtirib olmaganim bo'ldi. Opam bilan sudlashgim kelmadi. Chunki qonun tomonda edi. Hilol opa, hayotingiz shunaqa achchiq o'tgan ekanki, lekin siz biror marta ham bildirmagansiz. Har doim kulib yurardingiz. Bu nurli chehra ortida qanaqa qiyinchilik borligini mana shuncha yil o'tib bildim. Dardingizni vaqtida anglamaganim uchun meni kechiring opajon. Shuncha ham alamga chidab yurgandim. Ammo yaqinda tasodifan birinchi erimni ko'chada uchratib qolganimda aytgan gapi meni shu ahvolga soldi.
Lola? Lola. Senmisan? Assalomu alaykum. Siz bu yerda Va alaykum assalom Lola. yaxshimisiz? Yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, tabriklayman. Farzandli bo'libsiz. Eshitib xursand bo'ldim. Ha, shunaqa. Ikkita farzandim bor, o'g'il. Bittasi 10 yoshdan oshdi, ikkinchisi mana shu yil maktabga chiqadi. Ilohim, ilohim katta bo'lsin. Rahmat Lola. Eshitib qoldim. Hayoting o'xshamabdi. Eshitib rosa achindim. Ha, shunaqa. Nailoj, peshonamga yolg'izlik yozilgan ekan. Lola, hali ham bo'lsa vaqt bor. Baxtingni yana sinab ko'rsang bo'lardi. Balki baxting ochilib ketardi. Yo'q, kerak emas. Yetadi shuncha sinovlar. Endi bu yog'iga tinch, o'zimni hayotimda xotirjam yashamoqchiman. Lekin shuni bil. Yolg'izlik faqat Xudoyimga xos. Har bir odamni o'z jufti bilan baxtli qilish kerak. Baxtli bo'lishga haqqi bor demoqchiman. O'ylab ko'rgin. Bunaqada vaqt o'tgan sayin kuchdan ketib qolasan. Bundoq o'ylab qaragin, qariganda yolg'iz qolib ketishing mumkin. Bu juda ham yomon narsa. Yolg'izlik yomon. Mayli Lola. Men seni yaxshi ko'rganimdan mana shu gaplarni ichimdagini aytdim. Baribir o'zing o'ylab ko'rasan. Bu seni taqdiring. Lekin iltimos, yana bir bora o'ylab, iloji boricha turmushga chiqqin. Men o'ylaganingiz uchun rahmat. Mayli. Lola, o'zingni ehtiyot qil. Yaxshi. Sog' bo'lgin. Siz doim kulib yurardingiz. Men kabi kasal bolalarga kuchli bo'l derdingiz. Yashash uchun kurashni o'rgatardingiz. Lekin o'ziz nimaga shu paytgacha menga shuncha dardlaringizni aytmagansiz? Birovi dardi bilan birovi nima ishi bor? Dard alam odamni yeb qo'yar ekan. Axir qulatar ekan. Yuragim boshqa bardosh bera olmadi. Bu yog'iga hayotni ham qizg'a qolmadi. Menga birovmisiz? Sizni ikkinchi onam deganman-a? Hali ko'rasiz. Eng zo'r doktorlarga ko'rsataman. Yuragingizni davolataman. Siz yiqilmaysiz. Albatta oyoqqa turasiz. Hali shifoxonadan chiqib, to'g'ri meni uyimga borasiz. Jonim bolam. Axir oying bor-ku. Oyimni qaraganda yangi kuyov topib uzatib yubordim. Lekin dadam yaxshi inson. Har kuni kech payt kelishadi, kech ovqatni biznikida qilishadi. Oying uchun xursandman. Kech bo'lsa ham baxtlarini topdilar. Onam ketgach, uyim hovlab qoldi. Endi uyimni ona mehri bilan siz to'ldirasiz. Joy bolama qo'y meni. O'zimni yolg'izlik dunyoyimda yashayveray. Yo'q ona. Boshqa bu mavzuga qaytmaymiz. Siz undan ko'ra oyoqqa turishni o'ylang. Men hali yana doktorlar bilan gaplashaman. Kerak bo'lsa, chet elga boraman. Allohning izni bilan sizni albatta davolataman.
Yig'lamang ona. Yig'lamang. Endi sizni doim asrab avaylaydigan, boshida ko'tarib yuradigan o'g'lingiz bor. Men borman. Siz yolg'iz emassiz. Rahmat bolam. Hozir men doktorlar bilan gaplashay. Yana qaytib kiraman o'zi. Umringni baraka top. Nimaga? Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Dada, meni kechiring. Sizda yashirincha mustaqil biznes boshlagandim. Nima bo'ldi? Nega ranging kezarib ketyapti? Gapir. Nomimga firma ochgandim. Xo'sh. Qalloblar meni nomimga tovar kiritamiz deb viza ochgandi. Noqonuniymi? Ha, firmaga noqonuniy tovarlar olib kirilgan ekan, dada. O'sha meni bo'ynimga tushib qoldi. Nega seni bo'yningga tushadi? Ahmoqmisan sen? O'sha tovarlarni kirishida meni imzoim turibdi hamma joyda. Ishim tergovga oshirilibdi, dada. Qamalib ketishim ham mumkin ekan. Qutqaring, dada, iltimos. Biron nima qilaylik, dada, iltimos. Ablah yaramas. Axir akang senga yaxshi ish topib bergandi-ku. Tinchgina ishlayotganding-ku u yerda. O'sha o'g'lingiz oldida o'zimni ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Sen ikki dunyoda ham odam bo'lmaysan. O'g'il bo'lib bitta ham foydang tegmadi-ya. Turgan bitganing ofat balo. Endi nima qilamiz, dada? Birorta yo'lini ayting, dada, iltimos. O'lasan. Balo bo'lasan, tushundingmi? Telefon qiling, dada. Alo. Salimjon bolam. Ukang ahmoqlik qilib qo'ydi. Noqonuniy tovar ishiga aralashib qolibdi. Ishi sudga oshirilibdi. Imzo buniki ekan, yordam ber, jon bolam. Jigaring-ku. Falokat. Onang ikkalovimiz ado qilding-ku. To'sh oldimga. Nima dedilar? Sen nima ishing bor, to'sh? Qizim, akang qayerda? Qo'ng'iroq qilsam, siz meni tashlab ketdingiz, men o'zimga yangi oyi topib oldim deb hazillashyapti. Mana ko'rdingmi onasi? Sen o'g'lingdan xavotir olib yuribsan, o'ziga yangi oy topib olibdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar. Mehmon keldi, mehmon. Keldingmi, bolam? Onam, keling. Voy, Lolaxon. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? O'zi yaxshimisiz? Sizni ko'rganimdan xursandman. Men ham ko'rganimdan xursandman. Dadasi, men sizga aytgan ayol mana shu bo'ladi. Farzandimni avvalo Alloh, qolaversa mana shu ayol sabab ikkinchi hayotga qaytarib olganman. Keling, o'tiring. O'tiring. Siz haqingizda ko'p yaxshi gaplar eshitganmiz. Rahmat. Yo'q, berma. Men ham eshitib juda xursand bo'ldim. Baxtli bo'linglar. Charchamay yuribsizmi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi qilibsiz kelib. Qo'ymadilar-da. Bu seni yangi emas, haqiqiy ikkinchi onang, bolam. To'g'ri. Shunaqa. Baraka top bolam. Salimjon bolam, endi o'zingga yangi oy topib olibsan. Bu oyingni olib kelmasam ham bo'laveradi, ha? Yo, dadajon. Va'da yes, va'da. Bo'pti, xo'p. Olib kelasiz kunda bir marta. Mening 2 oyim bor, ha? Ikkisi ham mehribon. Yaxshi, yaxshi. Shu desanglar, oyijonlarim, sizlar bemalol chaqchaqlashib o'tirsanglar. Biz dadam bilan oshxonaga chiqib bir osh qilsak qo'l bola. Bo'ldi, gap yo'q. Tog'am ham kelayotgan ekanlar yo'lda, kenayin bilan. Voy, qanday? Hamma jamil-jam bo'ladi bugun.
Bugun hammamiz yig'ilib osh yerkanmizda. Ha, men qilgan oshni yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar, Lola. Voy, bugun hammamiz yig'ilib osh yerkanmizda. Mayli, charchamanglar. Juda xursand bo'ldim. Ko'rib xursand bo'ldim sizni. Kelib yaxshi ish qilibsiz. Salimjon qo'ymadi. Ha. Olib ketaman. Onam bo'lasiz deb qo'ymadilar. Voy, o'zi bordik. Shunaqa o'g'il o'stirganingiz uchun rahmat. Baraka toping. Kam bo'lmang. Rahmat. Iloyim charchamang, ishlar bilan charchamay yuring. Katta qiz bo'lib qolibdi-yu.